Assalomu alaykum. G'oyam loyihasida biz milliy brendni qo'llab-quvvatlaymiz shiori ostida yangi loyihaga start berdik. Logotiplar ko'rsataman, tanisinglar, sovg'alarimiz bor. Bo'ladimi? Birinchisi. Yuksalish. Tanisizlar? Ha, Nima taniymiz qilishadi? buni. O'qiydigan joyi-yu. Yo'q, logotipga e'tibor beringlar. Yuksalish nomi bir xil bo'lishi mumkin. Yuksalish bu nima akademiya, nima Muhammad Ali Eshonqulovdan. Tanisizmi? Yo'q. Bitta brend Pampers brendimidi. To'g'ri, Pampers. Ha, shunaqada. Chicago Pampers chiqadi. Yo'q. Domstroy. Uylar qurilishi naqalari. Qurilish mollari sotadi. Qurilish Domstroy uy. Uy Qurilish mollari. qurilish mollari. Buni taniymiz. Domstroy magazini. Nima qilishadi? Stroy magazinda, stroy anaqa remont, aboy, Qurilish mollari. Qurilish mollari. Yevropa. Europrint. Anaqa narsalar chiqaradi. Ha? Bosib. Ha. Chiqaradi. Europrint bor, taniymiz. Nima ishlab chiqaradi? Korobka, etiketka. Europrint bu ham nima qilishadi? Toshkent PTD yonida joylashgan. Aniq. O'sha bu ham qurilish mollari yaqin narsalar sotishi kerak, 100% bilmayman. Sizga? Mana aka, rahmat. Ishtirok uchun sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat aka, qatnashganingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling.